mana bu to'liq kelgan modelimizda iPhone 11 Pro Max modeli bo'ladi. Bu butun klubini nima ishi bor qilinadigan 5 yilda mumkin. Buni qiladigan ishimiz sensor xohlagan narsani bosib tashlashni o'zidan o'zi mana shuni to'g'rilab beramiz. Xohlasa ishlamayapti, xohlasa bosib tashlashni hamma narsani. Buni yo'nchisi ham 67 yoshdan. Silinni shot yarim qaragan batareyaga qo'yib beramiz bunga. Hop qara qalblar ranglar. Chiqadi. iPhone modelimiz ham. Ayar ekran. Batareya 60 ekan. Batareya machtarda kiyimni eski ekranlari. Turgan modeli. Mana shu sekund so'yda shavarsiz ekan qoladi. Ba'zi videoda olayotganlar maqsad telefon qanday ochilgan bo'lsa, o'shanda yopildi. Agar ustiga batareya qo'yildi. Original ekran qo'yildi. Unga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Ishlarni sifatli chiroyli qilib bitirib beramiz. Sog' bo'linglar. Obunachilar, mana iPhone 11 Pro Max modelimiz ham bitdi. Bularga ham bonus sifatida stiklo ham taqib berdik basharasiga. Ekranni protivdarniy stiklo, chexolni o'ziga olishadi menimcha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Ishlarni xohlash chiroyli qilib bitirib beramiz.